Signal kanaliga kim qo'shiladi? Mana shu savolga javob topishimiz kerak edi birinchi navbatda. Bitta ochengiz yilqingizdan qancha summa topgansiz? Ha, Gentrodan kattaroq. $200-300 uchun kiradi, sliv qildi, uje pul yo'q, ish ham yo'q. Keyin nima qilish kerak? Keyin qarz oladi, uje bu yoq qimorga uje tortib ketadi. Ya'ni siz qanaqa qaraysiz razgonga? O'zingiz qilganmisiz boshida kirib kelayotganingizda? Baxtli hayotini ko'rsatayotgan treyderlar aslida baxtli bo'lmasligi mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Shuhrat. Men 3 yil tajribaga ega treyderman va bugungi bu podkastni olishdan maqsad treyderlarning hayoti va ijodini yoritib berish. Birinchi mehmonimiz Daler Umarov. Assalomu alaykum Daler aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun akamiz aytib o'tganlaridek, podkast davomida tradingdagi eng og'riqli nuqtalarga va eng optimal variantlarga javob berib o'tamiz. Mening ismim Daler, familiyam Umarov. Tradingda 6 yildan beri faoliyat olib boraman va hozirgi kunda stabil daromad qilish uchun barcha shogirdlarni offline, online hamda barcha insonlar uchun qo'ldan kelgan hamma yordamlarni qilmoqdamiz va bugundan keyin ham qilamiz. Ushbu podkastni oxirigacha kuzatgan har bir inson uchun ajoyib sovg'alarim bor. Undan tashqari 3 ta eng yaxshi faol kommentariy egasiga offline kursini tekinga ham beraman. Bizni kuzatishda davom etavering. Unda biz boshladik. Daler aka, bitta boshdan aytib bersangiz, tradingga nima sabab bo'lgan kirib kelishingizga? O'zi tradingga kirish juda ham qiziq bo'lgan. Boshida bilasiz, o'smir davr bo'ladi har bir insonda. O'sha davrda o'tish jarayoni bo'ladi. O'tish pog'onasida menda orzular, o'sha mashina, uy, katta-katta bir boyliklarga erishish maqsadida tug'iladi-yu. Aynan shu davrda paydo bo'lgan tradingga qiziqish va bu yerda bilasiz, dunyoda katta bir koronavirus, karantin vaqtida tradingga qiziqishim ortib ketgan. Undan oldin tradingga juz'iy ma'noda bir bor ob'yom bilan qaramaganman. Shunchaki oddiy bir soha bo'lsa kerak, o'yin bo'lsa kerak deb qaraganman. Keyin qarasam trading o'yin emas. Bu haqiqiy sistema, haqiqiy tizim. Uni ichida yangiliklar ko'p ekan. Ichkariga qadam bosasiz, trading o'yin emas ekanligini tushunasiz va ichkariga qadam tashlab bo'lingach tushunganmanki, endi oxirigacha borishim shart. Va aynan eyforiyali, illyuziyali xayollar bilan tradingga kirib kelganman, to'g'risi men ham. Boshida xatolar bo'lgan, boshida ilmni tanlamaganman, boshida birdaniga o'sha boyib ketish yo'lini tanlaganman, hamma qator. Va hammaga aytib o'taman, bu xato menda ham bo'lgan, sizda ham bo'ladi va bu tradingni bitta bosqichi deb ataladi. Shu bosqichdan hamma o'tadi va men ham o'tganman. Shu tartibda tradingga kirib kelganman aslida va qiziqarli bo'lgan. Kirib kelganimga yana bir motivatsiya nima bo'lgan, aytaymi? Bu motivatsiya o'sha o'zimni yon atrofimdagilar, qarindoshlar, do'stlar, qo'ysangchi bu soha bo'lmaydi. Bu ham bir qanaqadir o'yin. Buni orqasida hech qanaqa natija yo'q. Mana shunaqa motivatsiyaga qarshi gaplar bilan qarshi olishdi. O'g'il bola qiladigan ish qilsangchi. Ha, shunaqa aynan bo'ladigan ish qilsang bo'lmaydimi? Institutga kirsang bo'lmaydimi? Lekin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Maktabda ham, universitetda ham o'qiganman, eng yaxshilaridan edim. Ya'ni ilm tomonda ham. O'shaning uchun uydagilar, faqatgina uydagilar menga qarshi chiqishmagan. Hamda eng yaqin do'stim bor va bu podkastni kuzatayotgan bo'lsa, o'sha Qamariddin do'stim, hozir Rossiyada yaxshi bir ishda ishlaydi. Ular menga aytishganki, sen oxirigacha borishing kerak. Hozir boshlading va mana shu insonlarni aytgan gaplari uchun ham, yoningdagi qon qarindoshlaringni aytgan gapi uchun ham javob berishing kerak degan ma'noda motivatsiya bergan. Shuni orqasidan oxirigacha olib borishga majbur bo'lganman va ko'rib turibsizki, hozir hammasi joyida. Endi men o'zim kirib kelganimni aytib beraman. Qanaqa kirib kelganimni. Bilsangiz 2-3 yil oldin Notcoin paydo bo'lgan. Ya'ni undan ham oldin o'zi adam trading qilib yurganlar. Men yonlariga borib qaraganman. U vaqtda u sham nimaligini tushunmaganman. Ya'ni aytganman, yashil bo'ladi, qizil bo'ladi, yashil bo'ladi, qizil bo'ladi, o'yindek ko'rganman uni. Unda pul topiladi, umuman tushunmaganman. Keyinchalik Notcoin bo'ldi. Notcoinni ham o'yinda qaradim. O'yin bo'lib yurdi u. Hech kim bilmadi u pulga aylanishini. O'ynab o'rtalanchida ham akkauntli zo'r bo'ldi. Keyin vaqti keldi, token sotishni boshladi, kupon. Shunaqa. O'sha vaqt token sotib oldim. Men o'sha payt odam bilan gaplashib risk qilaman, $30 edi. Sotib olaman. Qani sotsa bo'ladimi, yo'qmi qilib ko'raman. Hech kim qilmayotdi u vaqtda. Sotib oldim. Qarasam $100 dan sotdim. $300 foyda qildim. Yetdim, to'xtadim. Endi yon atrofdagilarni sotib olishdi. Men foyda qilgandan keyin so'rashni boshladi. Qanaqa sotsa bo'ladi? Men aytdim, "Da, men sana sotib olaman." To'g'ridan to'g'ri. Keyin sotib oldim ularga, pulni berib, shunaqa kupon qilib sotdim va shuni o'rtasidan foyda qildim. Undan keyin qarasam, bu trading emas, ya'ni shunaqa noldan foyda qilishni o'rgandim. Undan keyin men trading, ya'ni forexni kengroq o'rganishga qaror qildim.
bitta boshida o'zim o'rgandim YouTube'dan. Ba'zi nima qanaqa qilinadi, nima u shamlar nima qanaqa ishlanishi kerak o'rganganimdan keyin o'sha bitta ustozga, yaxshi ustozga yo'lim uchrab qoldi, kesishib qoldik. Ma'lum bir pulga o'qidim. Bir oy kurs o'qidim, onlayn o'qidim. 2 hafta kurs bo'ldi, 2 hafta amaliyot bo'ldi. Undan keyin bo'ldi. Undan keyin o'sha kursni o'zim o'qiganimdan keyin ustida ishlashni boshladim. Qolgan strategiyalarni bilmasdim. Именно Malayziya scenar bo'yicha men hozir bemalol ayta olaman, что men O'zbekistonda zo'rlardan biriman, bemalol chiqib ayta olaman. Shuni urib hozirgi kunda mana normalni foyda qilib yuribman. Ajoyib. Nima deb o'ylaysiz? Menda ham qiziq. Mana kurslarda o'qigan hamma odamlar omma kuzatyapti bu yerda. Strategiya tradingda rostdan eng muhimmi? Strategiya 30% strategiya muhimligini aytib o'tdim. Hal qiladi. 70% odamni, ya'ni o'zidan kelib chiqadi. Qanaqa kelib chiqadi? Ya'ni odam har bitta qilgan depangiz, menda ham shunaqa holat bo'lgan. Depangiz qilganman, strategiya ishlagan. Stop loss dedim, men o'zimga zo'r ishonganim uchun stop loss qo'ymaganman. Har safar sliv bo'lardi. Juda ko'p sliv bo'lgan. Hammada ham bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sliv bo'lgandan keyin uje har bitta slivdan keyin men o'zimga xulosa chiqarardim. Yo'q, keyingisida uje stop loss qo'yaman. Keyingisida take profit qo'yaman. Keyingisida har safar har bitta sliv orqasida bitta dars bo'lib, shundan keyin o'zimga ma'lum bir miqdorda xulosa orttirgandan keyingina uje foydaga chiqishni boshladim. Tushunarli. Sizda qanaqa bo'lgan? Menda bilasiz, u vaqtda O'zbekistonga hali ommaviy ravishda trading kirib kelmagan bo'lgan. Mana shu vaqtlarda bizda kurs topishni o'zi muammo bo'lgan. Va tradingni o'sha YouTube orqali chet elliklarning darsini ingliz tilida ko'rardim. No, optimal variantda individualniy yoki bo'lmasa menga doimiy e'tibor beradigan ustoz bo'lmagan. Va o'shaning uchun ham tradingda foydaga, stabil foydaga chiqish uchun. Stabil foyda barcha uchun aytib o'tib ketaman. Stabil foyda bu qanaqadir bir oylik, 2 haftalik yoki $100, $200 qilib qo'yish emas. Stabil foyda bu insonning ko'ngliga yoqadigan foyda. Ya'ni o'ziga ishonch beradi. Bilasiz, ya'ni u foyda qilayotganini sezgandan keyin u biladiki, endi ancha yilga tayyor. Buni insonning o'zi ko'ngli, emotsiyasi, intuitsiyasi aytadi-da. Aynan mana shunaqa vaziyatlardan kechib 3 yil vaqt ketgan. 3 yil vaqtdan keyin foydaga chiqdik. Ana undan keyin bizning o'zbek sferamizga kurslar ketma-ketlikda kirib kela boshladi va men hech qachon qaysidir kurs sotgan treyderga negativ bo'lmagan. Va har doim u yaxshi o'qitadimi, yomon o'qitadimi, uni ilmi men uchun qiziq bo'lgan. O'zi emas, faqatgina treyderning ilmi qiziq. Nima o'rgatishi, qanaqa strategiya? U strategiyasimi, boshqasimi, menga faqat ilmni o'zi qiziq. Faqat ilm. Ortidan qo'yasiz, ko'pchilik o'ylashadi, unga qilingan rasxod, ya'ni ketgan pul mayli aldangan bo'lsa ham, u kichkina bir narsa oldimi, ertaga o'ta katta foyda beradi bozorda. Mayli o'sha kursga aldanib o'qigan bo'lsa ham, negativ ma'noda qaraydigan bo'lsa ham, lekin hech qachon ilm uchun sarflangan sarmoyaga yomon qarash kerak emas. Albatta u foyda beradi. Aniq. Va mana ko'rib turibsizki, 6-yil ketmoqda. Shunchaki trading haqiqatdan ham o'ta katta imkoniyatlar bazasi. Lekin yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Trading bu sizni moliyaviy muammolaringizni yechimi emas. To'g'ri. Tushundingiz? Qanaqadir kreditingizni yopib beradigan yoki ota-onangiz yoki bo'lmasam boshqa bir yaqinlaringizning muammolari bo'ladigan bo'lsa yoki sog'lig'ingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu muammolarni birontasini trading orqali hal qilish haqida o'ylash kerak emas. Bu stabil daromad yoki bo'lmasam stabil muammolaringiz yechimi emas. Trading bu biznes. Oddiy misol, shaharda ketayotganingizda qizil svetoforda to'xtaysiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Qizildan o'tib ketsangiz, mashina bilan urilish xavfi, riski oshadimi? Trading ham xuddi shunaqa. Qachon to'xtashni bilish kerak. Va trading orqali siz xohlagan chirog'ingizda yura olmaysiz. Men o'zimga shunaqa nom qo'yganman, tajribamdan kelib chiqib aytaman, bu illyuziyali bosqich va bu agar sizda bo'layotgan bo'lsa qo'rqmang. Shunchaki to'g'ri qaror qabul qiling va ilm ortidan quvvering. Oxir oqibatda baribir foydaga chiqasiz. Trading ya'ni baribir aytaman-ku, keng imkoniyatlar haqiqatdan ham taqdim etadi. Boshida qanaqa bo'lgan? Hamma qiladigan xato bor, bilasiz? Ya'ni $10 ni katta qilib ko'tarish, $100 ni katta balans qilish. Aynan menda shunaqa moliyaviy tarafdan yaqin insonlarim, ya'ni uyda tog'am, amakimlar bor. Ular doim menga potensial imkoniyat taqdim qilishgan, ya'ni pul berib turishgan. Va menda doim pul bo'lgan. $100 sirifmi? Borib telefon qilardim, menga $100 kerak desam tashlab beraverishgan. Lekin men har doim ketma-ket siriflar bo'lgandan keyin tradingdan rostdan pul qilib bo'lmaydigan degan xulosaga kelishimga oz qolgan. Keyinchalik tushunganmanki, mana shu yerda tradingga barcha bir yoshlarga ham aytib o'tib ketaman, yoshi o'rni bor. Tushunyapsiz? 18 yoshli odam moliyaviy iqtisodiyot haqida o'rganmasdan turib tradingga kirsa, bu xato, tushunyapsizmi? Ya'ni unda kapital, pul boshqaruvi hali shakllanmagan.
Lekin u tradingga kirib katta pul topmoqchi. Tradingning eng katta narsa nima? Risk management va kapital boshqaruvi. Buni siz ham, biz ham barcha tradingdagilar tushunadi, biladi. To'g'ri. To'g'rimi? Aynan kapital boshqaruvi bo'lmagani, riskni kontrol qila olmaganim aybim ekanligini tushunib yetganman. Ana o'sha vaziyatdan, mana shu vaqtdan boshlab ishoning, qo'lingizda 100% lik strategiya bo'ladimi? Ishoning, qo'lingizda 99.9% lik strategiya tizim bo'ladimi? Uni ishlatishingiz sizni o'zingizni yillab orttirgan tajribangizdagi sistemangiz, ya'ni tuzilgan, mana bu varaqqa yozilgan tizimingiz bo'ladi. Ya'ni siz qanaqadir strategiyani olib turib foydaga chiqib keta olmaysiz. Masalan, Malazinskiy SNR. Siz uni bir deganda foydaga chiqmadingiz, to'g'rimi? Hozir o'zingizni tizimingizga keltirgansiz. Va har bir 100 ta trader bo'lsa, 100 xil iz qoldiradi bozorda. To'g'rimi? Aynan 100 xil insonni 100 xil tizimi bo'lishi kerak. Lekin bu fakt, qo'pol fakt aytaman. Tradingda 95% odamni tizimi yo'q. O'shaning uchun foydaga chiqa olishmaydi. Unda bilim bor, unda risk bor, unda pul bor, lekin tizim yo'q. Eng muhimi mana shu tizim bo'ladi. Ana shu tizimga yetgunimcha 3 yil vaqt ketib qolganda, agar men shu tizimga kimdir tepamda turib, ustozim bo'lganda yoki mentorim bo'lganda, mana shu tizimni tuzib berganda edi, men u vaqt uchun 3 yil emas, balki 1 yil sarflagan bo'lardim. To'g'ri-ki, men ham bitta tavsiya berib ketmoqchiman. Ya'ni tradingga kirishdan oldin normalni orqada summa bo'lishi kerak. Sababi hamma kirayotganda 1-200-300 dollar uchun kiradi, sliv qildi, uje pul yo'q, ish ham yo'q. Keyin nima qilish kerak? Keyin qarz oladi, uje bu yoq qimorga uje tortib ketadi. Misol uchun orqangizda 10 ming, 20 ming bo'lsa, har safar 1000 dollardan kirib turasiz, mayli sliv bo'lib ketyapti, lekin baribir bittasi o'xshaydi. O'xshamaydigan emas, o'xshaydi, ana o'shanda normalni summa olib chiqib, odamni o'zini tiklab oladi. Lekin keyin bir-ikkitalar bor, ishlayotgan joyda katta summalarni ko'radi, ishini tashlab sразу ertasi kuni tradingga kirib keladi. Mana shunga nima deysiz? Bu eng katta og'riqli nuqtamiz. Aynan o'zbek sferasidagi eng katta og'riqli nuqta bu ikkitasidan bittasi mana shu aytganingiz bo'ladi. Ya'ni agar kimda-kim tradingga kirishdan oldin o'zini stabil ishini tashlab kelishi, bu eng katta xato. Va men tushunmayman, qanaqa qilib hali trading bu biznes deyishyapti, trading bu kafolatlanmagan pul degan gaplarni eshitgan odam o'zini stabil ishini tashab tradingga qadam bosadi. Misol oddiy, siz yer biznesi qiling, olaylik, yer biznesi, to'g'rimi? Bu biznesda o'z nomi bilan va siz o'zingizni ishingizni ishlayapsiz. Bu davlat ishimi, boshqasimi, bu professiya, ya'ni kasbmi, u kafolatlangan pulda. Siz bir oy o'qituvchilik qilib, oddiy misol, o'qituvchilik qilsangiz yo haydovchilik qilsangiz kimdadir, sizda stabil kafolatlangan oilangiz uchun 5 million, 6 million pulingiz bor. Lekin tradingda bu kafolatlanmagan-ku. Shuni bilib turib o'zini ishi tashlashi bu deyarli ahmoqlik-ku, to'g'rimi? Va bunaqa qilishlarni umuman maslahat bermagan bo'lardim. Tradingda qachon foydaga chiqasiz? Qo'rqmasdan aytaman. Va bu yolg'on emas. Agar kimdir sizga 2-3 oy kursdan keyin foyda haqida gapirayotgan bo'lsa, bu o'ylab o'tirmay rad eting bu kurslarni. O'ylab o'tirmay bu narsaga rad javobini bering. 2-3 oy sizga fundament beradi. Siz tradingda 1-2 yillik boya aytganimdek tizim qilasiz. Ana undan keyin stabil daromad qilsangiz, stabil daromadga chiqqaningizda o'zingizning intuitsiyangiz aytadi va shu intuitsiyadan keyin, o'sha signaldan keyin siz o'zingizni ishingizni tashlab 100% tradingga o'tsangiz bo'ladi. Misol, men o'zimda ham boshqa bizneslarim bor. Bu endi ommaga aytiladigan emas. Bu shaxsiy bizneslar hammasi. Lekin faqatgina tradingga qarab qolmaganman. Ya'ni trading hozirgina bekor qilinadigan bo'lsa meni hayotimda, men trading tashlab turib boshqa ish bilan o'zimni mana shu yashashimni, ya'ni shaxsiy hayot tarzimni xuddi shunday olib keta olaman. Mana shunaqa tartibga ega bo'lgan odam tradingga bemalol kelishi mumkin. Va yana bitta haterlarimiz bor. Boya aytdingiz, 10 ming, 20 ming dollar puli bor bo'lsa yaxshi dedingiz. Unaqa puli bo'lsa tradingga kirib nima qilasan degan savolni berishi mumkin, to'g'rimi? Misol, istalgan hater. Puli yo'q insonlar, misol, sharoit hammada har xil. Buni tabiiy qabul qilishimiz kerak. Rizq hamma tomonidan har xil taqsimlangan. Buni ham tabiiy qabul qilamiz va bunga mutlaqo inkor etmagan holatda, ya'ni 300-400 dollar puli bor odam nima qilishi kerak? Misol, bunga javob aniq. Bu Yevropa tizimida, ya'ni Yevropa tradingida shunaqa tizim bor, bilasiz, prop kompaniyalar bilan ishlash. To'g'rimi? Bu eng katta imkoniyat. Mana sizning qo'lingizda 20 ming dollar pulingiz turibdi. 20 ming dollarga qilayotgan riskingiz 1% dan hisoblasangiz 200 dollardan to'g'ri keladi, to'g'rimi? Har bitta savdoyingiz uchun-da. Lekin xuddi shu 20 ming dollarga qilinayotgan risk prop kompaniya orqali sizga berilayotganda nima uchun o'zingizni real pulingizni risk qilishingiz kerak? Siz aqlli biznesmen bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Biznesmen hech qachon katta pulni risk qilmaydi. Qachonki unda yaxshi variant bo'lsa. Va prop aynan sizga, prop kompaniyalar sizga mana shunaqa imkoniyatni taqdim qiladi. Lekin degan joyi bor. Hamma ham propdan testdan o'tolmaydi. Bu fakt. Bu fakt. Ya'ni 100%, ya'ni 100 ta odam kelsa,
katta ehtimol bilan 90 yo 80 ta sliv chiqib ketadi. Slif qiladi, lekin o'sha 90-80 tasi 20 ming dollar real depozit ham slif qiladi. To'g'ri. To'g'rimi? Shunaqasi. Nima uchun 20 ming dollarda risk qilish kerak? U ko'proq aytaman-da, Yevropa tizimi baribir. Yevropada top 7 davlatlar bor. Yevropa yo'lbars davlatlari bor. Angliya, o'sha Buyuk Britaniya ichiga kiradi, Ispaniya, Fransiya, Germaniya. O'sha yerdagi treyderlar deyarli o'sha atrofdagi, Markaziy Yevropaning atrofida. Men masalan bu yil 2025-yilda Belarusga chiqib keldim. Minsk shahriga borib dam olib keldim o'zim. Tabiati juda ham zo'r va tavsiya qilaman hammaga. O'sha yerda trading house ga bordim. Trading house bor ekanda. Ular ham O'zbekistonga bizga o'xshagan tabiiy treyderlar yig'ildi. Ha, yo'qda kuchli treyderlar bor. Va trading house ga kirib ko'rdim. Aytib o'tib ketaman, rus tilini bilmayman. Ular bilan o'zim yonimga tarjima olib bordim, kirdim, house atmosferasini ko'rdim. Kurs hamma narsa bor, trade qiladi, hamma narsa qiladi va ular aytishdi, menga ular shu gapni aytishdi. Sen ahmoq emassan-ku, to'g'rimi, Daler? Seni 100 ming dollar real puling turganda va 100 ming dollarlik xuddi shunaqa real imkoniyating bor paytda pro firma turganda nima uchun sen o'zingni real pulingni risk qilasan degan tanbehona gaplarni aytgandan keyin men tushunib yetdimki, Yevropalashgan tizim baribir kuchli va buni tan olish kerak. Va aynan prop kompaniya ularning tizimi. Va biz ham shu tizimdan foydalansak zarar emas. Lekin u prop kompaniyalar ham hammasi ham pul yetmayapti. Da, ishonib ketavermaslik kerak. Va siz trader bo'lsangiz, eng optimal variantdagi propni avval ko'zdan kechirib, reglament qoidalarini ko'rib, dunyo o'rnidagi reytingini ko'rib, keyin olishingizni tavsiya qilaman. Juda ko'plar ham xato qilib qo'yadi. Prop shot olayotganda o'qimasdan, ya'ni naryoqda nyuanslari bo'ladi. Ya'ni hech kim sizga ma deb katta summani berib qo'ymaydi. Hamma shart, ya'ni hamma o'zining strafovkasini oladi. Sizga yengillikdan oldin 5 ming oldin savdo qilma, 5 ming savdo. Albatta, degan yozuv bo'ladi. Odamlar o'qimasdan men roziman qiladi. News, ya'ni o'sha tez jarayonda news vaqt savdo qilib qo'yadi va bloklab qo'ygandan keyin ular voy bu ishonchsiz ekan degan savol keladi. Noto'g'ri xulosa ekan. To'g'ri. Bu bozorda bir qonuniyat bor. Hech qachon bozor aybdor bo'lmaydi. To'g'ri. Har doim aybdor trader bo'ladi. Bozor hammaga bera oladi. Bozor o'zini holatiga bozor. Trader aybdor va oddiy juz'iy va e'tiborsizlik orqasidan qilingan xato bu traderga xos emas. Buni ham sizga aytib o'tib ketaman. Trader eng mukammal inson. Nimaga? Trader ham ilmli bo'lishi kerak. Trader ham psixologik tarafdan yetuk bo'lishi kerak. Trader doim e'tibor talab bo'lishi kerak. Keyin dunyo iqtisodiyotini ham tushuntiradi. Har doim hamma nyuansdan har doim xabardor bo'lish kerak. Bu degani to'g'ri savdo ochiq. Haqiqiy statistika-da u. Haqiqiy statistik professiya kasbining egasi aynan trader. Va bu xususiyatlarga ega bo'lgan odam qanaqa qilib kichik bir reglament qoidasini o'tkazib olishi mumkin? Bu traderga xos xususiyatni o'zi shakllantirmadimi? Demak, bu trader emas hali pro. To'g'rimi? To'g'ri. Albatta, bu narsaga hammani e'tiborini va aynan shu reglament qoidalariga va kichik qoidalarga ham e'tibor berishni har bitta traderdan so'rab qolaman. To'g'ri. Hammaga ham tavsiya beramiz. Aynan shunaqa. Endi misol, men aytayman, davlat ishida ishlayman. Tradingga qiziqaman. Katta summalarni ko'raman. Menda bir biznes ochishim uchun 10 ming dollar pulim bor. Robotlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda oxirgi 1-2 yilda robotlar juda ham ommalashib ketdi. Algo trading. Hamma. To'g'ri, algo trading. Ya'ni chet davlatda shunaqa robotlar bor, sotuvda yo'q. O'zbekistonda bor, hozir вообще zo'r mani robotdan. Tushunchalar ham bor. Siz nima qilgan bo'lasiz? Agar misol uchun aytaylik, siz davlat ishida ishlab yuribsiz va biznes qilmoqchisiz va tradingda shuni ko'rib chiqasiz. Sizga men taklif bilan chiqdim. Algo tradingga shunaqa oyiga 50-70% foyda qilasan, shartnomali qilamiz. Steve Qorsing pulini qaytarib beraman. Siz shunda qanaqa fikrda? O'zi trader sifatida birinchi qarayman, undan keyin oddiy odam sifatida qarab beraman. Ikkita fondan qarayman siz uchun. Va birinchi trader sifatida qarasam, men hammaga qo'rqmasdan ayta olaman, trader hech qachon algo trade'ga, ya'ni robotga muhtoj emas. Bu degani robotni yomon degani emas. Mana shu xulosani berib keting. Ya'ni algo trading yomon ekan degan xulosaga kelmang. Trader bo'lsa, unga hech qachon robot qiziq bo'lmagan va bo'lmaydi. Faoliyat olib borayotgan robot bilan shug'ullanayotgan traderlarga bu hech qanaqa noto'g'ri, eforiyali gaplar emas. Shunchaki professional trader o'zi savdo qilib mazza qiladi-da. Va bu fondan qarasangiz, potensial imkoniyati haqiqiy tradedan keladigan insonga algo trading qiziq emas. Lekin o'sha davlat ishida ishlayotgan odamga ikkita tarafdan pul qilish uchun, qo'shimcha daromad qilish uchun robot ayni muddao. Algo trade haqiqatan ayni muddao. Faqat endi bu yerda no tarafi bor. Robot ishonchlimi yo'qmi? Shunisi ko'p haqiqatan yaxshilab o'rganish kerak. Agar garant berilgan robot bo'lsa, u ishonchli emas. Chunki bozorga garant yo'q. Biz o'zimiz ochayotgan savdoga ham dash garantiya beramiz. Garant yo'q. Hech kim garant yo'q. Biz statistika bilan yashar ekanmiz. Statistika, kelajak statistikasini hech kim aytib bera olmaydi. Buni bilasiz siz ham, to'g'rimi? Demak, robotga garant beryaptimi? Prosta shunchaki uni admin qilish kerak. Shunchaki u 10 ming dollarda slivka beryapti.
Bu aniq narsa. Va bu tarafdan ishonchli robotlar juda ham kam. Lekin O'zbekistonda bor. Yo'q emas, bor. Har bir davlatda trading rivojlangan markaziy davlatlarda yoki bo'lmasa mustaqil davlatlar hammasida algo trading rivojlangan bo'ladi. Traderlar borki, algo trading bor. Lekin men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni indeksda ishlayotgan hamma robotlar slip qiladi. Yo'q, men ularga ishonmayman. O'sha indekslarda ishlayotgan robotlarning birontasiga 100% ishonmayman. Ha. Bu meni faktlarim ham bor, lekin keng omma oldida aytish niyatim yo'q, lekin shunchaki ishonmayman. Lekin mana ikkita robot bo'lganda biz даже test qilib ko'rganmiz, ya'ni real bozorda ishlaydigan va indeks ham real bozor, ya'ni unda market makerlar, ya'ni bizga o'xshagan odamlar bo'ladi. Uni biz boshqaramiz. Shunaqa, kimdir boshqaradi. Unda misol uchun men sizga robot tavsiya qilaman 5-30% daromad qiladi. Siz o'sha indeksni ishlab turib 50%, 70%. Lekin 1-2 oy ishlaydi, odam ko'zi o'rganganda to'xtab tur. Ya'ni 1 oy ishlasa, mana o'sha vaqtda u slip qiladi. Katta pul, nafs, to'g'ri. O'shani boshqarib, ya'ni risk management deganda ayni boshqarishni bilish kerak. U juda katta, ya'ni qonunlardan biri desa ham bo'ladi. Albatta, tradingdagi keltirilgan qonun bu. To'g'ri. Shunaqa. Endi hammani eng og'riqli vaziyati razgon temasi. Razgon. Siz razgon, ya'ni siz qanaqa qaraysiz razgonga? O'zingiz qilganmisiz boshida kirib kelayotganingizda? Men razgonga shuncha razgon qayerdan paydo bo'ldi? Qayerda O'zbekistonda chiqqan deb o'ylayman men. Yo'q, men nima deydi, fikrim, subyektiv fikrimni aytaman, chunki bu razgon tema tradingda o'zi doim omma ikkiga bo'lishadi. Hozir aytayotgan fikrimga kimdir negativ, kimdir fraktal tarafdan pozitiv yondashadi. Lekin bu fakt va ikkalasini ham qabul qilasiz. Va bu meni subyektiv fikrim va ya'ni shaxsiy fikrim. Bu kim uchundir noto'g'ri bo'lsa, muammo yo'q. Bu sizning fikringiz bo'lsa, sizniki to'g'ri deb qo'yaveramiz. Va qo'shilayotganlar bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldirib keting deb foydalanib qo'yamiz bu plyus belgisidan ham. Demak, razgon temasi eng og'riqli mavzu. Razgon qayerda paydo bo'lgan? Meni bilishimcha, meni tarixiy bir ma'lumotlarimga qaraganda razgon Afrikada paydo bo'lgan. Va bitta fakt aytaman. Razgonga va shu faktdan xulosa beraman. Afrikada paydo bo'lgan va hali hanuz Afrika qoloq davlatlar qatoriga kiradi. Va tradingga million illyuziyalarni ommaga olib chiqqan afrikalik treyderlar nima uchun Afrikani rivojlantirmadi? Savol. Ya'ni retorik gapda bu. Nima uchun rivojlantirmadi? Razgon orqali shunchalik katta pul qilish imkoniyati bor ekan, nima uchun Afrika rivojlanmadi? Afrika tradingga rivojlanmadi. Deyarli ommada uni o'rni yo'q. To'g'rimi? Va keyingisi Malayziya. Malayziyada ham razgon ozginaroq aqlli varianti va depozitdan ma'lum qismini razgon qilishadi. Endi razgon birinchi navbatda salbiy taraflarini hisoblab beraman. Emotsional holatingizga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni stabil va uzoq muddatga ishlash aniqligini yo'qotib qo'yadi. Kichkina depozit qo'yasiz va u yo bor bo'ladi yo yo'q bo'ladi razgonda. Va yo'q ketma-ket 3 ta setup qildingiz, tasavvur qiling, uchalasi ham razgonda sirif bo'ldi. Minus qildingiz. Shunaqa kun bo'lishi tabiiyki, to'g'rimi? Va u emotsiyangizga qanaqa ta'sir qiladi? Sizni yeb qo'yadi-yu, to'g'rimi? Buni minus qilganlar juda ham yaxshi tushunadi. To'g'ri. Bitta zelka o'xshamasa shuncha yillik mehnatingiz chippakka chiqqanini his etish odamni psixologik tarafdan yeb bitiradi. Va razgon emotsiyani o'ldirdi degani tradingda over trade qolib keladi. Ya'ni ko'p trade qilishga. Minusni o'rnini qoplayman. Bugungi minuslarni 0 qilib chiqib ketsa kerak. Bugun o'zi minusda yopiladi, ertangi kun qoplayman deb ertangi kun minus, bu oylik va polni pulingizni slipga olib keladi. Bor pulingizni yo'qotdingiz degani trading yana o'sha. Qo'shtirnoq ichida trading qimor, trading bo'lmaydi, trading ish emas. Mana shunaqa gaplar yana o'zingizning hayotingizga kirib keladi. Sababchi boya aytganimdek, bozor hech qachon aybdor emas. Trader o'zi aybdor. Uni targ'ib qilayotgan odamlar, ya'ni o'sha razgonga chorlayotgan odamlar o'zi aslida aybdor. Ya'ni qanaqa bo'lyapti hozirgi kunda O'zbekistonda hamma o'tiryapti kursga, davay yengillik bor ekan, fomus bor ekan. Depozit qilinglar hamma. Ketdi, buy, ketdi, sell. Vo, munchurdi, keyin pul to'g'ri bitta o'xshaydi, ikkita o'xshaydi, ikkita o'xshadi. Uchinchisiga odam o'ziga uveren bo'ladi. Bu kattaroq summa bilan kiradi. Va o'sha vaqtda slip qilib qo'ysa, kim aybdor? Ya'ni anu chaqirgan odam aybdor emas. Sen qilding-ku. Sen depozit qilding, man ketdi, nariyoq kimdirlarning hayoti yo'q bo'lib ketadi shuning orqasidan. Ya'ni to'g'ri razgon qilish yo'li ham bor. To'g'ri razgon qilish yo'li ham bor. Tarafdan qaraganda to'g'ri razgon qilish yo'li ham bor. Bu yerda ko'proq qanaqa balansi bor insonlar, masalan $1000 balansi bo'ladigan bo'lsa, uni 10% dan bo'lib chiqadi, $100 dollardan va uni razgon qilishadi.
va bu qaysidir ma'noda to'g'ridek ko'rinadi sizga. Masalan, 5 tasi o'xshamasdan 5 tasi o'xshagan taqdirda ham razgon stilda $100 katta pul olib keladi. Bittasi o'xshasa ham anavi 3 ta zararni qoplab ketadi. To'g'ri, qolgan foyda sizga qoladi. Lekin bitta tarafi bor. Va yana qayta takrorlayman. Bu professional treyderlar tomonidan dunyo miqyosida top reytingda turadigan treyderlar tomonidan razgon doim rad etilgan. Ya'ni bo'lmaydi, razgon doim qoralangan. Ya'ni bu professionallikka ta'sir o'tkazadi. Va professional bo'lishni istagan treyder, istalgan siz ham masalan tradingga kirib kelganingizda professional bo'lishni orzu qilganmisiz? To'g'ri. Eng zo'ri bo'lish. Eng zo'ri bu pro degani. Pro darajadagi treyderda razgon yo'q. Ya'ni qolganlarga o'rnak bo'lib tortish kerak qolganlar. Shunaqa. Men razgon aytayman-ku, tradingni eng 3 ta muhim qismga bo'ladigan bo'lsangiz, bittasi emotsiya. To'g'rimi? Aynan razgon sizning emotsiyangizga, psixologiyangizga ta'sir ko'rsatdi degani razgonni o'zini yo'q degani-da. Ya'ni bo'ldi kerak emas, u pro darajadagi treydermi bo'ldi chiqarib tashlasin. Lekin men bitta narsani aytib ketmoqchiman. Endi o'zim razgon qilmayman, lekin vaqti kelganda, ya'ni ko'plar biriktalab parkka borib maza qilishadi. Endi biz treyderlar, misol foyda qildik, ma'lum bir miqdorini kirib, biz как uni ishlatdik deb hisoblaymiz-da, kiramizda misol o'zimizni $10,000 depozitga 10 lot ochishga duh ham yetmaydi, sistema ham to'g'ri kelmaydi. Shunaqa. O'sha vaqt $100-200 tashlaymiz, 10 lot ochamiz, как бы biz shu 10 lot ochganimizda maza qilamiz. Slip bo'lib ketsa rozimiz, foyda bo'lsa ham bo'ldi, chiqariladi, yechiladi. Bu как бы maza qilish bir yo'li bu. Bu kundalik tartibga kirmagan qoida-da. Siz trading planingizga bu summani riskovat qilib kirdirmagansiz. Bu sizning o'zingizning tanlovingiz. Ya'ni kimgadir aytadigan tanlovingiz emas-da. Bu sizning o'zingizning sferangizdagi targ'ib yo'li. Ya'ni kimdir tradingdan maza qilish uchun qilyapti bu narsani. Va u pul shunchaki yo'q pul deb hisoblayapti va bu har bir insonning subyektiv qarori. Bunga hech kim qo'shishga haqqi yo'q. Fikr bildirishga ham deyarli haqqi yo'q, chunki u subyektiv qaror qabul qildi-da. Lekin men bu kichkina tarafimda ishlayotganlar o'sha razgonda, lekin razgon o'xshayotgan bo'lsa, u razgon qilish hammaga emas. Albatta. Misol uchun men juda kam qilaman, juda kam o'xshaydi. U razgon qotgan bitta bir talant. Ya'ni albatta. Realni razgon qotganlarni ham real depozitmi, demo depozitmi, misol men ommaga tarqalib ketganini aytaman. Shoh aka $500 dan bir kun ichida $1 million qilgan. To'g'ri, mana shunaqa shotlar chiqdi. Mana o'sha vaqt juda ko'plar negativ qilib aytib chiqdi. Men o'sha negativligi aytmoqchiman. Ya'ni u taraf odammi, ya'ni razgon qilganmi, qilmagan, qilgan. Lekin o'sha negativligi aytmoqchimanki, misol uchun men sizga xos 10 ta $500 shot bersam, bir kunda 1 million qilamiz. Shunaqa. Uni qilish uchun, misol uchun Luboy kelsa, demoni ochamiz. Mana oddiy demo, ha mana 10 ta demo ochsam, xolos 20 ta demo ochsinda, qani bir necha soat, bir 16-18 soat ishlasin-da, bitta joyda o'tirib, 200 lot ochsin, 300 lot ochib, bir qilsinchi, $1 million qancha demoda ko'rsin, hammaga ham mas uni qilish ekan. Va professional trader sifatida aytib o'tib ketaman, bironta insonga va tradingga kirib kelayotgan odamlarga razgonni hech qachon taklifini bermayman. Va bu potensial fikrim, subyektiv fikrim va hech qachon razgonga targ'ib qilmayman. Siz professional trader bo'ling, stabil daromad uchun ishlang va bu uchun bitta yo'l bor, ilm olish va tajriba. Boshqa yo'l yo'q. To'g'ri. Bu mening qarorim. Bu shaxsiy subyektiv qarorim hisoblanadi. Ya'ni razgon baribir qilinmasligi kerak. Professional trader hayotida razgon qilinmasligi kerak. Targ'ib qilayotganlar bu shaxsiy o'zlarining ishi, bu narsaga men fikrim, e'tirozim, nimadir ham deya olmayman, indamayman. Shunchaki professional traderga xos xislat emas. Lekin to'g'ri. Shunaqa gaplar ham to'g'ri. Endi eng muhim joyi, ya'ni misol uchun siz tradingda, bir oyda necha kun dam olasiz? Trading dam olish. Misol uchun o'zi bizning kun grafikimiz yo'q-da, bunday olib qarasa, ma'lum bir vaqtda biz savdo qilamiz degan yo'q. Sessiyalar bor, ya'ni bozor vaqti ochiladigan, biz qachon o'zimizga qulay vaqtda bitta joyda o'tirib savdo qilamiz, to'g'rimi? Siz oyda 30 kun, 31 kun bo'ladigan bo'lsa, siz necha kun dam olasiz? Bu yaxshi savol bo'ldi. Kreativ savol. O'zi traderda aytasiz, kunda tartib yo'q. Lekin menda tartib bor. Qanaqa? Menda doim kunlik planim bo'ladi. Men ertangi kunni planni bugun tuzib yuraman har doim. Bu mana jurnal tutaman, qo'lda yozaman. Hech qanaqa telefonda yoki kompyuter variantda emas, qo'lda yozib, ertangi kunimda nimalar qilish kerakligini vaqti bilan yozib chiqaman. Qanaqa? Masalan, bitta kunimni aytib beraman sizga. Doimiy kunlar, odatdagi standart kunim qanaqa? Erta tongda turaman va trader uchun disiplina sifatida har bir erkak trader uchun ertalab sport bilan shug'ullanish bu traderda disiplinasini aktual formaga olib keladi. To'g'ri. Albatta men har kuni kunlik 2 kilometr crossim bor. Ertalab turib cross yuguraman. Zalda yoki ko'chada? Yo'q, ko'chada. Men qishloqda turaman. Oddiy hayot. Qishloqda toza havoda yuguraman 2 kilometr. Undan keyin badan tarbiya o'sha oddiy sport formalari. Undan keyin yana qayta uyqu bo'ladi menda. Ya'ni 7 dan 7 gacha shu
shug'ullansam, Tong sahar turaman. tong sahar turaman lekin 7 da yana 2 soat uxlayman. Chunki kompyuter oldida o'tiraman men. Va kompyuter oldida o'tirishim uchun potensial kuch kerak menga. Shuning uchun 2 soat dam olaman, uxlamasam dam olaman. Undan keyin 9 da yo'lga chiqaman. 10:30 da ofisga kirib boraman, shaxsiy ish joyimga yetib borganimdan keyin kompyuter grafikka o'tiraman. Analiz qilaman, ana undan keyin analiz qilib turib, grafikda yarim soat, 1 soat vaqtim ketadi. Obed vaqti bir ko'chaga chiqib, dam olmas, aylanib kelaman. Toza havo almashtirib kelaman, grafik ezib qo'yadi odamni. Savdo qilish vaqti 12 dan keyin boshlanadi. Har doim men savdo uchun kompyuter oldida 8 soat o'tiraman. Doimiy emas, o'sha ofisda aylanib, komanda bilan suhbat qilib, unaqa qilib 8 soat, ya'ni kechki soat 8 gacha, 9 gacha men grafik oldida bo'laman. Ya'ni bu siz kasb qilib ishxonada o'tirganda o'tirasiz. Ha, 9 gacha. Ana undan keyin ishdan chiqib, uni ichida masalan o'sha 8 soat ichida 2 soat kunlik grafik backtestimga ketadi. Ya'ni savdo jurnali yuritaman va o'shanga yozaman. Har doim ma'lum bir grafik qismini backtestini qilib, o'zimni tizimimga qanchalik moslashgan, moslashmaganini backtestini qilaman har kuni 2 soat. Va uni ichida savdolar ham bor. 9 da ishxonadan chiqib, o'sha yana 11-10 larda uyga kelib dam olaman. Mana shunaqa standart kunim iborat. Endi bir oyda 4-5 marta doimiy ravishda 2 marta oilam bilan, 2 marta do'stlarim bilan va 1 marta o'zimning yaqin insonim bilan o'sha tog'ga yoki bo'lmasa toza havoga, uzoqroq masofaga dam olib kelaman. Misol uchun qarang, siz yana bitta savol tug'ildi. Sizda aytaylik 2 kun savdo qildingiz. Bozor qiynab qo'yadigan vaqtlari bor. Albatta. Keyin ya'ni 2 kun savdo qilganingizdan keyin o'sha 1 kunlik savdoni 1 kunda yopolmaysiz. Chunki 2-3 kunga ham qolib ketadigan savdolar bo'ladi. Bo'lishi mumkin. U vaqtda siz xavotir oladi, любой trader. Shunaqa Sistema bo'lmasa ham ochib turib, sizda ham misol 3 kun podrяд shunaqa ishladingiz va undan keyin sizda kechasi, ya'ni uyqu qochib, telefonga qarab savdoni qaragan vaqtlaringiz ham bo'lgan? Qarang, boshida shunaqa bo'lgan. Tradingga kirib kelib, pro darajagacha, stabil daromadga chiqquncha bo'lgan shunaqa xatolar. Men buni xato deb aytayman. Ya'ni men day traderman, ya'ni kunlik traderman. Kunlik trader o'z pozitsiyalarini kunda yopadi. Buni bilasiz. Va men kunda pozitsiyani yopaman har doim. Hech qachon kechqurun soat 2 gacha men zilkam ochiq turmaydi. Ikkita profit qo'yilganini tek profit olishni kutmasdan ham yopaman. Yopaman, kunda yopaman. Zarar bo'lsa zarar, foyda bo'lsa foyda. Chunki men har doim balansdan 1% risk qilaman. Ertasi kuni u imkoniyatni, ya'ni zarar bo'lsa ham 1% bo'lmaydi, stop loss urilmagan bo'lsa, take profit urilmagan bo'lsa, kichik foydami, kichik zararmi farqi yo'q. U kun zilka qilinmadi deb hisoblayman. Masalan, bozor o'sha bank holiday bo'ladigan, bozor sekin yuradigan kunlar o'zi savdo qilinmaydi, lekin adashib savdo qilib qo'yadigan bo'lsam ham, o'sha kunni o'zida yopaman. Va trader har kuni savdo qilmaydi. Trader bozordagi haqiqiy imkoniyat tug'dirilgandagina savdo qiladi. To'g'rimi? Masalan, bir haftada 5 kun podrяд savdo degan qonun yo'q-ku. Bu sizning qonuniyatingiz. Bu sizning tanlovingiz. Men haftada har doim yaxshi imkoniyat bo'lmasa, men har doim savdo qilmayman. To'g'ri. Yaxshi kunni belgilab, yaxshi kunda savdo qilaman faqatgina. Mana keyin sizga ofis nimaga kerak? Misol uchun traderlarga ofis kerak emas. Traderlar любой joyda savdo qilsa bo'ladi. Yo'lda, uyda, ishxonada, ko'chada. Bu yaxshi savol bu ham. Bu qarash xabarda bor. Ofis nimaga kerak? Traderga oddiy bir restoranni o'zida ham trade qilib ketaveradi. Men unaqa deb hisoblamayman. Nimaga? Meni sferamda boshqacha qarash. Traderga ofis kerak. Nimaga? Masalan, ko'pchilik aytishadi, o'zini, masalan, siz ketyapsiz, yo'ldasiz. Svetoforda trade qilmaysiz-ku. Znakda trade qilmaysiz-ku, to'g'rimi? Trader ish stuliga o'tirdimi, bor fokus grafikda bo'lishi kerak. O'zini tizimini to'g'ri ishlatish uchun bor fokus grafikda bo'lishi kerak. Bu uchun ofis kerak. Va yaxshi jamoa shakllantira olsa, ya'ni tartibsiz emas, chiroyli va yaxshi jamoa shakllantirib, traderlardan iborat jamoa shakllantirsa, bu jamoa bilan birga rivojlanish juda zo'r kechadi. Meni komandam o'zida 8-9 inson bor. Ularni hammasi har kuni backtest qiladi. Tushunyapsizmi? Men 1 yillik backtestni 1 kunda qilaman. Chunki 8-9 jamoam bilan qilaman. Ular ham o'tiradi men bilan birga grafik. Ya'ni sizlar oyma-oy bo'la olasizlar, to'g'rimi? Bo'lamiz. Masalan, 8 ta trader 8 oyda bo'lib backtest qilamiz. Men uni har bittasini o'zim qilishim kerak bo'lsa, yo'q, komanda qiladi. Va meni komandamdagi hamma trader bir xil qarashga ega. Kimdir buy, kimdir sell, kimdir mana shu narsa ko'pchilikda bor. Meni komandamda hamma bir xil ko'radi. Chunki men o'zimni sistemam bilan ishlataman ularni. Va ularning ham backtesti aynan mendaqa bo'ladi. Va bu sfera haqiqiy komandani beradi menga. Va ofisda men borsam, ofisga sog'inib boraman. Kechqurun uxlayman, ertalab uyqudan turgandan keyin tezroq ofisga borgim keladi. Mana o'sha komandam oldiga tezroq borsam, o'shalar bilan birga bugun nimadir yangi kalit topsam.
Key level, to'g'ri? Masalan, key deyishadi, inglizda aytishadi. Key topsam, yangi bozordagi key logo topaman. Ya'ni bozorda shunaqa narsa bor, har doim sir topish imkoniyatiga egasiz, qachonki backtest qilsangiz. To'g'ri. Grafikni ko'rsangiz. Ya'ni kamandan kimdir topadi. 8 ta odamdan kimdir aniq topadi va buni topgan odam bo'ldi. 8 ta odamdan bitta o'sha keyga yopishamiz. Nima u sir? ya'ni keyinchalik ko'plar backtest to'g'ri tushunishmaydi. Ya'ni backtest qilsa, ya'ni qanaqa bo'ladi? Siz savdoga kirdingiz, savdoga stop loss oldi. Mana o'sha stop loss olganini sababini bitta ko'rib chiqish kerak. Mana ham xuddi mana shu stop loss olgandan keyin, sabablarni ko'rib chiqqanimdan keyin, ya'ni siz bozor mohiyatini tushunishni boshlaysiz. Ya'ni o'sha sham zonaga keluverish bilan siz uje bilasiz, qanaqa kuch bilan kelyapti, uje sekin-sekin rivojlanadi. Ya'ni tushunishni boshlaysiz. Bozor ketma-ket shu narsani ko'rganingizdan keyin klassika treyderlarda eski bir gap bor-ku, bozor tarixi takrorlanadi degan gap bor. Bu rost. To'g'ri. Bu rost. Men strategiyalar bilan urushayotgan insonlarga mutlaqo qarshiman. Hamma strategiya o'z o'rnida ishlaveradi. To'g'ri. Va tarix takrorlanadi degan gapga qo'shilaman. Va bir xil narsani bozor shamdan iborat-da. To'g'ri. Faqat sham. Buy va sell shamlardan iborat bo'lgandan keyin bu narsa takrorlanadi qachondir. Va bu narsani backtest davomida ketma-ket ko'rgan trader 30 ta stop loss, masalan, 1 yilda 100 ta trade qildi. 100 ta tradedan 50 ta stop loss oldi. 50 ta stop lossdan 25 tasi bir xil tipda stop loss olingan. Tasavvur qiling-da. Va keyingi safar siz o'sha 25 ta stop loss olinayotgan vaziyatga duch kelsangiz savdo qilasizmi? Qilmaysiz. Bu xulosa kimda bo'ladi? Backtest qilgan odamda bo'ladi, to'g'rimi? Ana o'sha backtest sizni haqiqiy trader qilishingizdagi birinchi eng katta qadam. Ana o'sha backtest sizni risk menejmentiga majbur to'g'irlaydi. Ana o'sha backtest sizni strategiyaga sakrab yuradigan 5 yil vaqtingizni tejaydi. To'g'ri. Tushundingizmi? Mana shu yana bitta savol. Ko'plar 2 ta 3 ta ommaviy strategiyalarni mix qilib ishlatishar ekan. Ya'ni SMC, ICT, unga keldi Fibonacci va ketdi. Bu yoqdan nimadir bo'lib ketadi, bitta kashi. O'zidan boshqa buni hech kim tushunmaydi. Siz ham shunaqa qilasizmi yo boshqacha? Menda qarang, bu strategiya og'riqli mavzu. Hammadagi og'riqli mavzu. Strategiya bu o'zi, strategiya so'zining ma'nosi nima? Strategiya so'zining ma'nosi uzoq muddatga mo'ljallangan eng optimal yo'l degan. Tushundingizmi? Har bitta bu xoh ishda bo'lsin, xoh tradingda bo'lsin, xoh rivojlanayotgan hayotingizda bo'lsin. Strategiya shu ma'nosi. Demak, siz bir vaqtni o'zida 5 ta strategiyani qo'shib tashlaysizmi? Yo'q, to'g'rimi? Siz birinchi maqsadga erishmadingiz. Oradan ikkinchi maqsadni qo'shasizmi? Uchinchi maqsad kirib kelsa-chi? Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? Yo bilimsizlikdanmi, yo strategiya ishlamaslikdan? Bu tajribasizlikdan keladi. Hammada ilm bo'lishi mumkin, lekin tajriba hammada ham emas. To'g'rimi? Ilm hammada bor. Uni to'g'ri foydalanayotgan insonlar hali rivojlanmayapti. Ya'ni traderlarda 100% traderda 50% da ilm bor, lekin 50% trader statistika bo'yicha foydada emas. To'g'rimi? Bu fakt, bu siz bilasiz bu narsani. Va bu degani 50% odam to'g'ri yo'lda emas. Ya'ni tizimlashgan savdoda emas. Tizimlar ko'payib ketgan. Bitta strategiya, bitta yo'nalish, bitta model, shuni ustida 1 yillik backtest bo'ldi. Siz maqsadga erishasiz. To'g'ri. Ya'ni aytib o'tmoqchiman, ya'ni bitta Fibonacci orqali ham bizdan zo'r foyda olganlar bor. Yo'q emas. Bitta trend liniyani o'zi masalani hal qiladi. Trend liniyada shunaqa fakt bor. 3-touch, to'g'rimi? 3-harakat tegish. Bu eng kuchli tegish hisoblanadi. Malayziyskiy, arabskiy SNRda 3-trend liniyaga kasaniya berishi bu eng kuchli hisoblanadi. Zonalardan xuddi. Ha, xuddi shunaqa zonalarda ham. Va mana shuni ustida 1 yil backtest qilgan odam uni ustida ishlagan as bo'lib ketadi. Ya'ni optimal variantdagi trader bo'lib yetishadi va bu eng muhimi-da. Lekin siz u trend liniyani 5 kun qo'lladingiz, orqasidan Fibonacci'ga o'tdingiz 5 kun. Siz mana shunaqa qilib vaqtini o'tkazgan real misol bor. Ikkita o'rtog'im bor. Ikkalasi ham tradingga olib kirgan o'zimman. Bittasiga 10 ta strategiya o'rgatganman. Bittasiga 10 ta strategiya o'rgatayotganim, to'xta, menga ko'p strategiya kerak emas. Menga bitta o'rgat, kuniga kichkina foyda kelib tursa yetadi degan. Mana bu yonimda har doim yuradigan o'rtog'im ketma-ket strategiyalar o'rganaveradi. Lekin hali ham foydaga chiqa olmayapti. Mana bu bitta dona o'rgangan strategiya, Quasimodo strategiyasi bilsanglar, agar bilasizlar, SNRda yoki klassikada bor Quasimodo. Mana shu strategiyani o'zi bilan 1% risk qiladi, bozorda bu stabil daromadda. Tushunyapsizmi? Ya'ni aytmoqchimanki, mix qilish yomon emas. Muammo yo'q, mix qilsin, o'ziga tizim yaratsin. Lekin strategiyalar uchun ketma-ket vaqt sarflashlik bu noto'g'ri. Ya'ni SMC uchun 1 yil o'rgandingiz, foydaga chiqa olmayapsiz. SNR ga o'tdingiz. 1 yil o'rgandingiz, undan ham foyda yo'q. ICT ga o'tasizmi? Nimaga SNR va SMC da 1 yil ketkazgan vaqtingiz foydaga chiqa olmadingiz? Kim kafolatini beradi ICT 1 yildan keyin sizni foydaga olib chiqadigan? Kafolat yo'q. Ya'ni strategiya tradingda yechim emas. To'g'ri. Tushundingizmi? Yechim bu tajriba, yechim bu psixologiya, yechim bu haqiqiy mehnat.
3 yil 3 xil strategiya ustida bosh qotirgandan 3 yil bitta strategiya ustida bosh qotirgan afzal. To'g'ri. To'g'ri, mana ham shunga qo'shilaman. Mana shu narsa bor. Bu fakt bu. Mana hozirgi kunlarda trading rostdan ham O'zbekistonda ommalashib ketdi. Mana shu o'z tradingga kirib kelishga odamlarga nima sabab bo'lyapti? Pulmi, mediami, yo haqiqatdan bu yoqda aql ishlatgan foydaga chiqadimi? Qarang, o'zi aslida ilm jihatdan, moliyaviy tarafdan, moliyaviy savodxonlik tarafdan qarasangiz, tradingda pul bor. Haqiqatdan bor. Yaxshigina daromad bor. Ha, o'sha Instagramda ko'rayotgan hayotingiz rostdan bor. Lekin bizni sferaga kirib kelgan trading ikkita tomonlama kirib kelib qoldi. Ya'ni haqiqiy bir tradingga qarash juda ham kamda. Bizda qanaqa 2 oy kursda o'qiydi, 3-oy u foydada bo'lish kerak degan qonuniyat bor. Yo'q, qarash bor. Yoki ofis. Ha. Bu narsa va bunda pul bor ekan, boraman, o'qiyman, Men ham foydada bo'laman. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q, unaqa narsa mutlaqo yo'q. Bu narsa yo'q. Marta odamlarga aytib tushunmayapti. Ya'ni mana shu narsani pachkalarni oldiga qo'yadi, to'g'ri menda o'xshaydi. O'zidan ishlaganda o'xshaydi. Lekin siz 2 oy o'qidingizda, men bilgan narsamni sizga o'rgataman, bemalol. Lekin siz 3-oy foyda qila olmay turasiz. Nimaga? Sababi siz to'g'ri uni ishlatishni bilishingiz kerak. Bu uchun tajriba kerak. To'g'ri. Uning uchun yillar ketadi. Shunaqa. Va mediada siz ko'rayotgan traderlar, bu xoh chet davlatdagi, xoh o'zimizdagi bo'lsin, mediadagi baxtli hayotini ko'rsatayotgan traderlar aslida baxtli bo'lmasligi mumkin. Chunki nima aytaymi? Bir insonni, bir ustozimning chiroyli gapi bor va aytib o'tib ketaman shu gapni. Baxtli inson o'zini hayotidan qoniqqan, ham moddiy ham ma'naviy tarafdan o'ziga puli yetarli bo'lgan inson o'z baxtini ko'rsatishga mediada vaqti yo'q. Tushundingizmi? Istoriyada o'zini yaxshi joyda ovqatlanib o'tirayotganini ko'rsatishga uni vaqti yo'q. U yaqin insoni bilan baxtli jarayonda ovqatlanayotganini videoga olishga vaqti yo'q. Tushunyapsizmi? Va mana shu narsa, ya'ni mediani qurboni bo'lgan boshlang'ich traderlar soni bizda keskin ko'payib ketdi. To'g'ri. Va mana shu narsani bot qayta va qayta aytaman. Kimdir yoki qaysidir trader, xoh men, xoh boshqasi bo'lsin, BMW, Mercedes yoki Nestlé uyi bor degani, bu o'sha traderga 2 oy o'qib, men ham shunaqa bo'lib qolaman degani emas. To'g'ri. 2-3 yil vaqt, mehnat ketganini o'sha traderda o'zini hayotidan borib ko'rish kerak-da. To'g'ri. 2-3 oy fundament biz moliyaviy savodxonlik, ya'ni tradingdagi pul topish yo'lini sizga yoki qaysidir boshlang'ich traderga o'rgatamiz. Lekin biz uni foydaga olib chiqib qo'yadigan shaxs emasmiz. Foydaga olib chiqish faqat o'zini zimmasidagi narsa. Ilmni rivojlantirish o'zini zimmasida. Oddiy maktabda 30 ta, bitta sinfda 30 ta bola bo'lsa, o'qituvchi hamma bolaga bir xil dars o'tadi. Lekin hamma bola 5 ga o'qiydi, a'lochi bo'ladi degani emas-ku. Wunderkind bo'ladi degani emas-ku. Mana shu xulosadan kelib chiqsin-da. Tradingni ham shunaqa. Bolani o'zi ham harakat qilish kerak. O'qiyotgan harakat. 95% harakat bu sizniki. Tradingda 5% narsani mentor yaxshi beradi. Agar u mentor yaxshi bo'lsa va mentor tanlashda ham juda katta muammo bor bizda. Yaxshi trade qildi degani sizga yaxshi mentor bo'ldi degani emas. Bu iste'dod. O'qituvchilik, kasb, yetkazib berish bu yaxshi, bu iste'dod. To'g'ri. Buni birinchi navbatda Alloh taolo beradi. Ikkinchi navbatda u iste'dodni shakllantirgan odam yutadi-da. Misol, yaxshi trader bo'lishi mumkin, lekin sizga o'zini narsasini yaxshi yetkazib bera olmasa, qanday siz yaxshi o'rganasiz? To'g'ri. Va ya'ni u zo'r trade qilishi mumkin. Lekin o'rgatayotganda o'zini fikrini to'liqligicha yo'q-da. To'g'ri. Pedagogik xususiyati yo'q. Yetkazib bera olmaydi. Mana shu jihatlarga boshlang'ich trader e'tibor berish kerak. Mentor tanlayotganda tradingni o'rganayotgan odam e'tibor berish kerak. Buni ham qo'shimcha ravishda hammaga ma'lumot uchun aytib o'tib ketdim. Endi yana bitta og'riqli nuqtalari VIP kanali, VIP signal, VIP kanal. Sizda ham bordir VIP kanal. VIP kanal bor. VIP kanal, men misol uchun menda ham bor. Men VIP kanalimni ochganman sababi nima bo'lgan? VIP kanal ochganman, tekin. Odamlar kelinglar, depoziti borlar, любой brokerda kelsin, men o'zim bilimimni beraman, birga xohlasanglar savdo qilamiz, signal ham beraman, foyda qilasizlar o'zingizlarga. Ya'ni katta kanal, signal kanali ham bor, unda depoziti bor, depozit yo'qlar bor. Ya'ni ketkizayotgan vaqtingizga achinasiz baribir. Men shuning uchun VIP ochdim. Depoziti borlar, screenshot yoki u bu narsani tashasin, shotini tashasin. Davay birga ishlaymiz, birga rivojlanamiz. Ya'ni pul sizga ham yetadi tradingda, ularga ham hammaga pul yetadi. Ya'ni men berayotgan bilimim hammaga yetadi. Tekinga beraman bilimimni. Kelinglar, o'rganing. Sizda VIP kanal qanaqa? VIP kanal bu og'riqli nuqta.
rostaniga. Razgon va VIP kanal o'zi bitta bersangiz ham bo'lar ekan bu. Bu og'riqli nuqtamiz ham ko'payib ketdi-da. Ya'ni ommadagi insonlar trading yomon ekan deb o'ylab qolishmasin. VIP kanalda foydaga chiqayotgan, rostdan daromad qilayotgan odamlarimiz bor. Va shukrki, VIP kanalda hozirgi kunda menda 65% ko'rsatkichda foydada insonlar. Va zarar qilayotganlar ham bor. Trading foyda va zarardan iborat. Mana bitta sizga savol. Agar hamma VIP kanal foydaga olib chiqsa, mana istalgan traderda VIP kanalni ko'ring, oylik ko'rsatkich bo'yicha u foydada-ku. U foydada, to'g'ri. Nimaga unda 100% odam zararda? Yoki nimaga unda ma'lum bir ko'rsatkichli inson zararda? Men bironta VIP kanal ko'rmaganman. Oylik, haftalik signallar natijasi zararda chiqqanini ko'rsatganini. To'g'rimi? To'g'ri, kichkina zararda. Ochiq oydin ayting, real fakt ayting. Qaysi kanalda zararda? Katta kanalda o'zini ko'rsatib beraman. Hech kim, hamma foydada. Nima uchun odamlar unda zararda? Bitta trader yomon emas. Yana takrorlayman. Odam o'zida ilmiy savodxonligi yo'q-da, risk menejmentini kontrol qila olmaydi. Pul kapital menejment, ya'ni pul boshqaruvini o'zini emotsiyasini jilovlay olmaydi. Bularning hammasi VIP kanalda foyda bo'la turib, ana insonni zararda chiqishga olib keladi. VIP kanalda 100% rezultat har doim bo'lmaydi. Ya'ni 100 ta signalda 100 tasi foyda degani emas. To'g'ri, to'g'ri. Har doim stoplar zarar bo'ladi. Bu tabiiy hol bu. Va sizda 100 ta signaldan 30 ta stop, 70 ta take profit degani, siz balansingizda 70% foyda deganida, kamida 70% foyda bo'lishi kerak degan. Lekin 5 ta take profit olingandan keyin bitta stop loss bo'lsa, ba'zi bir insonlar sirif bo'lishadi. Sabab bu birinchi sabab. Birinchi sababi o'sha aytganimdek kapital menejmenti, ya'ni pulni boshqaruvni qilisha olmaydi. Bu nimaga borib taqaladi? Bu ilmsizlikmi? Ular shunchaki depozit qilishadi va ular shunchaki buy va sell knopkasini bosish orqali foyda qilishni o'ylashadi. Ilmga kelganda esa eski tos, eski hammom yana orqaga qadam qo'yishadi. Lekin ilmga sarmoya qiling degan paytida $500 ular uchun ko'p, kurs reklama qilyapti. Ana trader uchun hater. Va VIP kanalga kelganda esa depozitga qayta $500 pullar bor. Ilm uchun bu yo'q. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa VIP kanaldagi signalda trader tomonidan qilingan xato bor. Signalda birinchisi doim 40-50 punkt. 40-50 masofani kichkinaligi. Menda unaqa emas. Menda VIP kanalda kamida 100 punkt uchun ishlayman. Ya'ni take profit foyda kattaroq, aniq. Menda shunaqa. Kichkina yo'q. Kichkina foyda bo'lgandan so'ng если stop olsin, kerak emas. Men boshqacha yo'l qilganman. Qanaqa yo'l? Menda zona katta bo'ladi. Ba'zi SNRda, chunki SNRda o'zi katta time framedan his qilinadi, bilsangiz ham. Shunaqa. 100 pips, 200 pips zona bo'ladi. Men undan keyin uni, mana o'zim ustimda ishlaganimdan keyin kichkina time framelarga tushib, u zonani borgan sari kichkinalashtirib boraman. Ya'ni u hamma trader SNRda ishlaydigan hamma trader shunaqa qilsa kerak bo'ladi. Borgan sari kichkina qilaman, ya'ni odamlar nimaga? Mana men sizga misol uchun signal beryapman, ma'lum bir nuqtada 20 pips zona. Bozor teparoqda turibdi. Men buy zona beryapman. Odamlar bo'ldi, xo'p, mashqga buy kelar ekan-ku derkanda tapillatib sel ochib ketar ekan. Bu eng yomoni. Keyin bozor buy zonaga ketmasdan tepaga ketib qolsa, yozishyapti kommentar. Okey, buy zonaga kelmasdan buyga ketib qoldi-ku. Men senga buyga kelganda buyga kirdi berdim-ku desam, bilmay qolmanda strip bo'ldim siz. Siz orqangizdan degan gap odamga qattiq ta'sir qiladi. Bu menda bot bo'lgan, mamutgacha tegib ketadi deb ba'zan. To'g'rimi? To'g'ri, shunaqa. Bu fakt, lekin bitta narsa. Signal kanaliga kim qo'shiladi? Mana shu savolga javob topishimiz kerak edi birinchi navbatda. Signal kanaliga bilimi bor, lekin vaqti yo'q bo'lgan inson. Vaqti yo'q yoki sistemasi hali joyiga tusha olmagan. Tusha olmagan odam qo'shilishi mumkin. Lekin o'zi professional tartibda tradingdan pul topmoqchi bo'lgan trader VIP kanal bilan mutlaqo ishlamaydi. Ya'ni VIP kanal deganda siz meni orqamdan savdo qilasiz deganda. Bu yerda men VIP kanalimning reklamasi ketishi mumkin edi, lekin men bu narsani qilmayman va mutlaqo tavsiya ham bermayman. Professional trader bo'lishni xohlayapsizmi? Haqiqatan trader bo'lmoqchimisiz va trading orqali o'zingiz pul topmoqchimisiz? Unda signal kanal sizni hech qanaqasiga foydaga olib chiqmaydi. Lekin signal kanalga foyda berishi mumkin. Qanaqa tashlagan zonani siz o'zingiz strategiyangizda bir ishlatib ko'ring. O'sha zona bormi, yo'qmi? Bu ishonch. Bu psixologik kichkina bir vosita, lekin foyda degani emas-da. Bu vosita bo'lishi mumkin. O'sha vosita degani bilasiz, kichkina bir unsurda. Siz sistemangiz bor. O'sha joydan o'zingiz ishongan bitta trederingiz ham bay kutyapti. Bu sizga qo'shimcha ishonch berishi mumkin. Ruhingizni oshirib berishi mumkin. Bu fakt. Ikkinchi tarafdan o'ylashimiz kerak. Bu signal kanalining foydali jihati. Lekin zararli jihati sizni dangasa va zerikarli qilib qo'yishi ham mumkin va har doimgidek insonlarning ojiz nuqtasi bor, kimdir aybdor. Qo'lingizni bigiz qilib ko'rsatasiz va minus qilsa
ana u trader aybdor deydigan kimdir Analiz aybdor qilishni bilmaysan. Ha, o'shanaqa aybdor bor va bu tabiiyki to'g'ridan-to'g'ri insonni dangasa qilib qo'yadi. To'g'ri. Keyin mana aytib o'tdingiz zonalar. Menda katta zona deysiz. Men boshqacha yo'l qilganman. Qanaqa? Zonani men o'sha aytib o'tgandek kichkina zona qilaman, stop loss emasdi. Undan ko'ra 25 ta ikkita zona qilib beray deyman. 25-20. Ya'ni men odamlar slip qilmasligi uchun bir ikkitalar bor 50 pipsgacha ushlab o'tiradi va undan dalish ketayotganda ushlaydi. Qancha bir qaytib qolardi. Lekin bu nima? Stop loss deyildimi, urib chiqib ketish kerak. Odamlar keyin stop lossdan keyin yana dalish oqish qilib ketsa, Ushab turishadi. Slip bo'lib ketadi va aybdor kim? Yana signal kanal aybdor. Har doim aytayman-ku, kimdir aybdor bo'lishga doim variant bor. To'g'ri. Lekin boya o'sha gap. Bozor hech qachon aybdor emas, traderda o'zi aybdor, bu degani qaysidir inson aybdor degani emas. Foyda bo'lmayaptimi? Demak, ilm yo'lidan boring. Hali ham foyda yo'qmi? Yana ishlang. Agar siz hali ham foyda qila olmayotgan bo'lsangiz, yagona yo'lingiz qoldi, yana o'sha ilmni oshirish va tajribaga ega bo'lish. Bu fakt. Men doim aytib o'tib ketaman. Hech qachon ilmga investitsiya qilishdan, pul berishdan agar aldansangiz ham qaytmang. Bu sizni faqatgina yagona yo'li haqiqatdan ham tradingda foydaga olib chiqadigan yagona yo'l baribir ilm. Ya'ni kursda siz ma'lum bir narsani baribir foydaga olasiz. Misol uchun aytaylik, trendline, ya'ni o'sha to'lagan pulingizga nimadir foyda olasiz. U bejizga ketmaydi, bekor kurs emas. Ya'ni keyin kursga qanaqa qilib mana ochilar ekan, menda kurs yo'q edi. Men tekinga bilim berardim. Kurs qanaqa bo'ldi? Yaqinda odamlar o'zlari yozishni boshladi. Aka kursingiz bormi, o'qiyman? Aka kursingiz bormi, o'qiyman. Bunday qarasam, dedi, men ham da kurs ochib, individual ochaman. Chunki men berayotgan bilimga kafolatdan bera olmayman-da. Misol uchun, individual oldimmi, men uni foydaga olib chiqqunimgacha yoniga olib yuraman. Foydaga olib chiqqandan keyin ketaman. Ketganda ham qanaqa o'zi savdo qiladi, tabiiy ravishda. Zarar bo'lsa kelsa, men stop oldim. Men shu stop olgan joyimni tushunmayapman. Keling, menga bir backtest qilishga yordam bering desa, mana shunda men faqat yordam beraman, bo'ldi. Qolgan payti shunaqa. Shundan keyin bildim, kursga talab, ya'ni xalq o'zi kursga talab oshirib qo'yar ekan. Shunaqa, bu degani masalan ko'pchilik o'ylashadi, kurs bo'layotganda negativlar ko'pda. Endi hozirgi kunda to'g'risini tanib olish kerak. Bunga o'zimiz ham sababchimiz. Ya'ni o'zimizning sferamizdagi traderlar ham sababchiki, va'da berib tashadik. Qaysidir ma'noda men tashadim yoki tashadilar demayman. Tashadik, ya'ni biz bir davlat vakillarimiz, biz bir ahil insonlarimiz. Shunday ekan biz o'zimiz sababchi bo'ldik-da aslida. Ya'ni 2-3 oylik kursdan keyin siz 100% foydaga chiqasiz, bo'lmasa pulingizni qaytarib beraman degan va'dalar ortidan kurslarga bo'lgan, ya'ni ilm berish vaziyatiga kelganda hamma o'sha negativ qarorga kelishni boshladi, to'g'rimi? Ya'ni kursdan so'qqa qilar ekanda degan qo'shtirnoqchidagi gaplar hozirgi kunda avj olib ketgan-ku. Bu nimani orqasidan? O'zimiz sababchimiz o'shani hammasiga. Aytilgan gaplarga javob bermaydi. Tradingda biz intriga paydo qilib qo'ydik. Tez foydaga chiqib ketadigan hamma kasblarga nisbatan eng zo'r yo'l bu trading degan xulosani berib qo'ydik o'zimiz. Va buni ko'pchilik traderlar, ya'ni ommadagi traderlarning katta foizi trading qiyin, tradingga siz foydaga chiqish uchun kamida 2-3 yil tizimli savdo qilishingiz kerak degan haqiqatni aytishmadi-da. 2-3 oylik kursdan keyin siz foydaga chiqasiz degan euforiyali gapdan keyin, illyuziyali gaplardan keyin omma bu narsaga noto'g'ri qarashni boshladi. Lekin 2-3 oyda ham foydaga chiqib ketganlar bo'ldi. Yo'q, bor. Lekin umumiy statistikaga qarang-da. Umumiy statistikada unaqa emas-ku. Yoki nolda. Masalan, wunderkindlar ham insonlar orasida ma'lum foizni tashkil qilishadi, to'g'rimi? Yaxshi bir tizimli insonlar, masalan, kamda, olimlar masalan kam. Va 2-3 oyda foydaga chiqqanlar yo'q emas, bor, imkoniyati ham yo'q emas, bor, lekin xohlaysizmi yo'qmi, istaysizmi yo'qmi, biz fraktal joyda o'rtacha qiymatni olishimiz kerak. Va statistikaga qaraydigan bo'lsak, kamida xohlaysizmi yo'qmi, tradingda tizimli savdoga tusha olguncha va mana bu ko'ngli to'lguncha, foydaga chiqquncha kamida 1 yil vaqt ketadi. To'g'ri. Ko'pchilikda. Bu faktda. Va o'ylamanglar, bu suhbatlardan keyin qanaqadir kurs uchun zapis bo'ladi deb o'ylab qolmanglar. Bizga kimdir kelsa, xudo xolasa, boya aytganimdek, siz tomonidan ham men tarafdan ham keling bir taklif beramiz. Omma uchun 3 kishini yaxshi bir kommentariy egasini, trading haqidagi faktni yozgan insonga bepul kurs qilib beramiz. Bo'ldi, men takkitak mana podkastdan foyda bo'lish kerak-ku. To'g'ri, men o'zim bemalol shuna VIP kanalimga tekinga qo'shib, o'zim o'rgatib, kerak bo'lsa 100% foydaga olib chiqishga men bemalol ayta olaman. Yaxshi taklif bo'ldi mendan. Juda zo'r. O'z maqsadim nimadir maqsad bo'lishi kerak. Shunaqa. Yana bitta savol. O'zi tradingda necha xil analiz turlari bor, ular qanchalik menga foyda beradi? Tradingda o'zi har kim har xil analiz turlaridan foydalanadi. Tub ma'noda men sizga turlarni aytib ketaman. Tradingda 3 xil analiz turi bor. Birinchisi sentimental tahlil. Sentimental tahlil bu bozorda o'tirgan ishtirokchilarning soni
bay va selchilarning soni qo'pol qilib aytganda. Ob'yom. Bu birinchi sentimental tahlil va bu doim yopiq turadi. Bu hech kimga ko'rinmaydi, yopiq ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchi analiz turi bu texnik analiz turi. Hamma foydalanadigan o'sha grafik, o'sha strategiyalar, o'sha shamchalar va boshqasimi grafikdagi analiz turlarimiz barchasi bu texnik analizga kirib ketadi. Va uchinchisi bu fundamental analiz. O'sha non-farm, o'sha FOMC va hokazo o'sha CPI barchasi bu siyosiy voqealar va dunyoda masalan aytaylik suv toshqini bo'lib turib, qaysidir davlatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Yaponiyada suv toshqini bo'lsa, bu tabiiyki valyutada Yaponiya yenasiga ta'siri bor. Ya'ni siyosiy voqeliklar va dunyoda bo'layotgan muhim voqeliklar bu fundamental tahlil, ya'ni statistik ma'lumotlar hammasi fundamental tahlilga kiradi. Ularni ham doim ko'zdan qochirish kerak emas. Endi ko'pchilik ularning yana bittasi urushlar. Urushlar, u ham kiradi. Buni oltinni katta yurishiga sabab bo'ladigan. Ya'ni bozorda fundamental tarafdan qarash kerak deyishadi. Lekin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Faqatgina texnik analiz turi bilan ham bozorda foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni fundamentalni bilmang yoki fundamental to'g'risida ilm oshirmang deyishdan tiyilaman. Lekini bor, fundamental analizsiz ham grafikni zo'r o'rganib, grafikni o'zida texnik tarafdan bozorni kontrol qilsa bo'ladi. Bo'ladi. No, fundamental tarafni o'rganishi bu treyderga qo'shimcha yana bir duh beradi, qo'shimcha bir ilm beradi, qo'shimcha ishonch beradi. Shuning uchun qanaqadir bank kanallari shart emas. Yo'q, shart emas. Qanaqadir bank tuzumlari unaqa shart emas. O'zingiz ishonch bilan o'rgansangiz, har bitta narsani internetda haqiqatdan ham o'zingizga birinchi navbatda tizim tuzib olgan holatda ilm olsangiz bo'ladi. Bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Bor, ko'p. Keyin boshda aytib o'tgandek disiplina. Ya'ni o'sha disiplinaga qanaqa qilib biz moslashib olsa bo'ladi? Disiplina, tartib, intizom. Ob-havoning yomonligi sizni ko'nglingizga ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Har qanday holatda ham, shart-sharoitda ham siz o'zingizni ishingizni o'z vaqtida qilishga majbursiz. Tradingda bu juda muhim. Disiplinani samarali ushlashni men uchun ikkita yo'li bor. Bu ikkita yo'li qaysi biri? Birinchisi boya yuqorida aytganimdek tartib intizomni har bir erkak trader sport bilan erta tongdan kunni boshlashga majbur. Shart. Mana shu joyi kerak. Sport bilan shug'ullanish shart erkak trader. Ayollarga fikrim yo'q. Va ikkinchisi hamma uchun o'tib ketadi. Bu asar kitob o'qish. Har doim tradingga oid emas. Farqi yo'q aka. Bu xoh trader bo'lsin, xoh boshqa biznesmen bo'lsin, lekin asar kitob o'qish bu har bitta sohada disiplinani ushlashi kalit joyi. Tushundingizmi? Mana shu sizda 24 soat ichida mana bu telefonga qarab o'tirish imkoniyati bo'lganda, mana shu narsadan tiyilib, siz asar kitobni o'zingizni ma'naviyatingiz uchun, o'zingizni ruhiy vositangiz uchun vaqt ajratdingizmi, sizda albatta tartib, intizom shakllanadi. Albatta. Har kunlik rejaga qo'shib qo'yish kerak. Har kuni. Nimaga siz telefonga 24 soat vaqt, 4 soat deylik, mayli, kuniga 8 soat ajratasiz, minutga aytmayman, 8 soat aniq telefonga ajratasiz. Mana shunga ajratishga vaqtingiz bo'lganda nima uchun 10 varoq bet kitob o'qishga vaqtingiz yetmaydimi? Yetadi. Bu shunchaki irodasizlik aslida. Bu shunchaki bahona. Siz tartib, intizom, mana misol, 100 ta odamdan nechtasi biznesmen bo'lib boyib ketadi? Moddiy tarafda o'z xohlaydi. 5 tasi aytaylik, 4 tasi to'g'rimi? Ana o'shalar hammasi kitob o'qiydi, 95 ta odam kitob o'qimaydi. O'zining irodasini yenga olmaydi. Mana shu ikkinchi yo'l. Ya'ni mana shu tradingda qanaqa yordam beradi dotkel? Ya'ni bu nafsni tiyishdi. Bizga nafs tiyadi. Inson jism jihatdan ikkita narsadan iborat. Ruh va tana. To'g'rimi? Ruhiy dalda bu kitob bo'lsa, jismoniy dalda bu sport. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun erkakni haqiqiy erkak qiluvchi bu sport va kitob, ilm, ma'naviyat. Mana shu tarafini ushlab olgan trader albatta o'zini hayotini tartibga soladi. Va mana shu tartib tradingda uni disiplinali savdo qilishga majburlaydi. Buni foydasini kitob o'qib yurgan inson kommentariyada albatta yozib ketadi. To'g'ri. Buni biladi-da chunki va bunga jim tura olmaydi. Kitob haqida qanaqadir reels ko'rsam albatta to'xtayman. Qanaqa kitoblikni ko'rib qiziq. Va yana bitta misol, agar kimdir men bilan uchrashishni xohlasa, har bitta masalan menga ko'pchilik yozadi, direktimga Instagram orqali men siz bilan ko'rishmoqchiman. Men yulduz emasman. Men shunchaki insonman va siz kabi insonman. Men bilan kimdir begona inson ko'rsa, men unga doim kitob sovg'a qilaman. Yaxshi. Birinchi marta uchrashganimda kitob sovg'a qilaman. Endi nima deydi? O'zlari so'rashsa. Ish yuzasidan emas. U shunchaki menga men sizni muxlisingizman tam yoki bo'lmasa men sizni hurmat qilaman. Yaqindan tanishmoqchi. Tanishmoqchi bo'lgan odamga men itarmayman. Keldimi, u bilan suhbat qurib albatta kitob sovg'a qilaman.
Va ko'pchilik yaqin insonlarimga ham, ko'pchilik trader atmosferasidagi insonlarga ham birinchi navbatda qanaqadir tug'ilgan kun bo'lsa, masalan, sovg'a sifatida doim kitob beraman. Juda zo'r sovg'a. Bu aniq va aytib o'tyapman-ku, disiplina ikkita narsadan iborat: sport va kitob. Endi yana bitta eng oxiriga to'xtaladigan bo'lsak, broker muammosi. Wow. Ya'ni juda ko'p brokerlar O'zbekistonda o'ylashadiki, kuxnya broker, ya'ni brokerlar traderlarni puliga qaragan joyi bor. Siz sliv qilsangiz broker boyib ketadi. To'g'ri, ma'lum bir miqdorda siz sliv qilganingizda, ya'ni qo'shtirnoqchidagi brokerlar foyda qiladi. Biroq hammasi ham emas. Real ishlaydigan brokerlarga siz foyda qilsangiz ham, zarar qilsangiz ham u o'zini foydasini olib chiqib ketadi. Qatdan olib chiqib ketadi o'zi. Brokerlar o'zi birinchi navbatda broker nimaligini aytib o'tib ketaylik. Ommada bilmaganlar bor. Broker bu dalol, ya'ni o'rtakash. Bizda to'g'ridan to'g'ri katta summamiz bo'lmagani uchun bozorga, real marketga chiqib keta olmaymiz. To'g'ri, masalan, bizda $1 million kapital yo'q. Agar unaqa kapital bo'lsa, tradingga aslida kirmaymiz ham. Boshqa bizneslarimiz bo'ladi. Va $1 million kichkina summali insonlar uchun broker kerak bo'ladi. Ya'ni broker bu dalol va real marketga broker qo'shimcha ob'yom, ya'ni sizni pulingizga qo'shimcha pulni qo'shadi-da, vositachilik qiladi. Sizni marketga olib chiqadi. Va bu marketga olib chiqqani uchun broker o'zini xizmat haqqini oladi. Qaysi ko'rinishda? Spread, narxlar tafovuti. Ikkinchisi bu komissiya. Ya'ni xizmat ko'rsatgani uchun bankomatda foiz berasiz, brokerga ham foiz berasiz. Chunki u sizni bozorga olib chiqdi. Sizga xizmat ko'rsatdi. Va shu xizmat haqqini komissiya orqali undiradi va bu masalan balansdan 0.5%, 0.2% va hokazo. Ya'ni kichkina bo'ladi. Bu sizga bilinarli bo'lmaydi. Shu uchun ham siz bunga rozi bo'lasiz. Va hozirgi kunda dunyoda brokerlar soni juda ko'p. To'g'rimi bilasiz? Va bularning ichida mintaqaga qarasangiz ham trading rivojlanayotgan hududga brokerlar tez kirishadi. Va siz aytgandek boya kuxnya broker bu soxta broker. Bu mashinnik broker, qo'pol qilib aytganda, va bunga biz odamlar o'zimizni yaqin tanishlardan tushib qolmasin-da, to'g'rimi? Buni ochiq oydin ochishimiz kerak bu mavzuni. Uni oddiy odam ajrata olmaydi. Ajrata olmaydi. Birinchi marta trading kirib kelgan odam ajrata olmaydi. Va bu qanaqasiga keladi desangiz, birinchi navbatda brokerda, kuxnya brokerda siz aytgandek odamlarni zarardan foyda qiladi rostaniga. Lekin shunday brokerlar ham borki, haqiqatdan ham ular sizga rostdan brokerlik vazifasini taklif qilishadi. Bunaqa brokerlarni aniqlash usullari bir nechta, endi ochiq oydin aytib o'tib ketmaymiz. Birinchi navbatda broker sizga qarab qolmaydi. To'g'ri. Ya'ni media orqali sizni jalb qilmaydi o'ziga. Misol uchun, mashinistskiy broker men kirib kelsam, misol uchun men brokerim bo'lsa, O'zbekistonda 3 ta 4 ta top traderlarga normalniy summa beraman-da. Mana reklama qildirasiz. Da, reklama qildiraman. Bu juda katta oqim kirib keladi. O'sha kirib kelgan oqim payti shunda pullarni ular bilishadiki, traderlar baribir 90% risk qilishadi va minus qilishadi. Bu statistikani bilgan broker bunga rozi bo'lishadi tabiiyki. Pul berishga rozi bo'lishadi. Yana qanaqa bir ikkitalar aytib chiqibdi. Savdo ochganimda 30 sekund, misol uchun 30 sekund bozorda ushlab turmasdan yopib borsa, qilgan foydangiz ham berilmas ekan. Agar qilgan foyda, men o'sha paytda qilgan foyda berilmasa, qilgan zararimni qaytarib berarmikan? Shunaqa, mana to'g'rimi? Agar 30 bozorga chiqmagan bo'lsa. Ajratish yana bir usuli, bitta insonlarga umumiy tartibda brokerda ajratib olish yoki prop kompaniya deylik yoki ajratishi bir soxta yoki haqiqiy ekanligini ajratish yo'li bu reglament qoidalarini o'tkazib yubormasdan o'qib chiqish kerak. Ya'ni bizda nima bo'ladi? Accept tugmasini prosta taq etib bosib o'tkazib yuboramiz. Ya'ni qoidalar bilan tanishgan degan payti biz e'tiborsizlik qilib o'tkazib yuboramiz. O'sha vaqtda переводчик bilan bo'lsa ham u narsani polniy qoidalarni o'qib chiqishimiz kerak. Va mana shu reglament qoidasida agar real broker bo'lsa, siz aytgan qanaqadir fiskal qoidalar, o'ziga yonbosar qoidalar bo'lmaydi-da. To'g'ri bo'lmaydi. Buni ajratib olish oson. Mana shu uchun ham birinchi navbatda insonlarning o'ziga e'tiborli bo'lishini so'rab qo'ygan bo'lar edim. To'g'ri. Keyin shunaqa. Ya'ni brokerlarni o'sha siz aytdim, ya'ni kuxnya brokerlarda o'zlarida switchni aldashlar ham bo'ladi. Ha, grafikni noto'g'ri. Grafikni ular chunki o'zlari ochib, o'zlari boshqaradi. Ya'ni real bozordan qarab turgan holda boshqaradi. Siz oddiy haqiqatan birinchi kirib kelayotgan trader uni haqiqatan ajrata olmaydi. Ya'ni u ham sizni qanchalik mentoringiz kuchli bo'lsa, etib oldini oladi. Mentor shuning uchun ham kerak. Borgan sari 1-2 marta shotingiz bol kelgandan keyin, bir ikkita brokerdan keyin o'zingiz joyingizga kelib, sekin boshlaydi. Chunki broker o'zidan o'zi bloklamaydi. Sabab bo'ladi. Shunaqa. U sababni realniy broker sizga aytadi. Kuxnya broker shunday javob bermasdan bloklaydi. Shunaqa. Shuncha payt menga savol berib keldingiz. Men ham endi sizga bir savol bermoqchiman. Tradingda o'zi aslida eng muhimi nima deb o'ylaysiz? Ilm, psixologiya
yoki bo'lmasam kapital qaysi biri deb o'ylaysiz? Mana shu narsa insonlarni har bir ko'rgan insonim, trader insonimga nisbatan podkastlarga juda ham ko'p taklif qilishadi, lekin savol berib ko'raman-da. Men savol beraman. Tradingni o'zi oxir oqibatda shu zararga kirib ketgan insonlarga oxir oqibat foydaga chiqish uchun yagona bir yordam beradigan yo'l nima o'zi aslida? Ya'ni boshda mana o'sha boshda aytib o'tgandek, boshda men kirib kelayotganimda pul ishlashi bunda bilmaganman. Ya'ni men nimadan maza qilganman? Analiz qilardim. O'zim bor bilim bilan analiz qilardim va o'sha tarafga yurib bersa, men shundan maza qilardim. Shundan keyin u qarasam bu foyda keltiryapti. Bu yoqqandan keyin qilishni boshladi. Misol uchun kimdir pul uchun kiradi, kimdir haqiqatan yoqqani uchun qiladi. Pul uchun qilayotgan bo'lsa, uni lutchi oldindan sirasi to'xtatib turish kerak. Ya'ni haqiqatan agar ras kirdimi, bilim olib zo'r kuchaytirish kerak bu bilim. Demak, ilm deb o'ylaysiz. Albatta. Tradingni yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Hammaga strategiya yoki qanaqadir kurs yoki qanaqadir kimgadir bog'liq bo'lgan potensial imkoniyatlar sizni trader qilib qo'ymaydi. Tradingda sizni yillab oylab, kunlab grafik oldida ko'zlaringiz qizarib, haqiqiy mehnat qilgan kunlaringizdagi tizimingiz sizga haqiqiy pul olib keladi. Va agar tradingdan pul topsangiz, rostaniga sizga pul adashib kelmayapti. Siz o'sha mehnatingizdan, o'sha ilmingizdan, o'sha tizimingizdan sizga tizim, sistemangiz pul olib keladi. To'g'ri. U qanaqadir tradingda adashib pul topilmaydi. Ya'ni bu trading bu o'yin emas-da. Sizga haqiqiy qilgan mehnatingiz orqali tizimingiz pul olib keladi. Tizimingiz xato kamchiligi borki, u zarar olib keladi. Mana shuni tushuntirishimiz va tushunishimiz kerak. Loaqal noto'g'ri ma'nodagi trading bu qimor, trading bu kazino, trading bu bo'lmaydigan soha deb noto'g'ri fikrlayotganlarga to'g'ri yetkazishimiz bu biz vazifamiz. Va tizim orqali haqiqiy struktura, bankda ham nima ishlaydi? Tizim kuchli bo'lsa, bank mavqei oshadi. Qaysidir korxonani mavqei oshish uchun nima zo'r ishlash kerak? Ishchilarda tizim zo'r ishlash kerak. Trading ham xuddi shunaqa. Tartib, intizom va tizim sizga foyda olib keladi, sizga pul olib keladi. Va siz zarar qilsangiz siz o'ylamang. Kimdir orqali zarar qilmadingiz, sizni tizimingiz sizga zarar olib keldi. Va pul topsangiz ham kimdir sizni qo'lingizga pul tashlab ketmadi. Tizimingiz sizga pul olib keldi. Mana shunaqa qarash kerak. Oxirgi savollardan biri, bitta ochgan zelkangizdan qancha summa topgansiz? Mana shu o'zi aslida общий emas. Ya'ni bitta ochgan bitta zelkan o'zidan tushundim. O'zi aslida haqiqiy biznesmen odam men istalgan odamga aytaman. Men menimcha pul topdim demaydi. Yetarlicha deb javob beradi. Qancha pul topdingiz desa, yetarlicha topganman deb javob beradi. Odatda oylikdan ko'p bo'lgan. Oylik natijadan ko'p. Ha, oylikdan ko'p bo'lgan. Stabil doxodim, real pulim ham yetarlicha, stabil doxodim ham yetarlicha va undan ko'proq bo'lgan. Ha, Gentradan kattaroq. Eng katta bitta summada stop qo'ymasdan necha pul zarar qilgan. Bu ilmsizligim ortidan kelgan. Ilmsizligim ortidan kelgan va bu yetarlicha summada zarar qilganman va depozit slip bo'lib ketishiga oqibat depozit slip bo'lgan. Ha, bu ilmsiz bo'lganman. To'g'ri. Shunaqa. O'sha mana stop qo'ymaslikni oqibati oxir oqibat slipga olib kelgan. Shunaqa. Endi podkastimiz yakunida do'stlar o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi suhbatimiz, keyingi mehmonimiz kim bo'lishi va o'zingizlarda qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, bugungi suhbat uchun sizga ham tashakkur. Birinchi navbatda birinchi bo'lib meni taklif qilibsiz. O'zi doim hayotda qonuniyatim, qoidam bor, prinsipim bor. Har doim birinchi bo'l yoki u yerda bo'lmaydigan qoidam bor. Bu yerda ham birinchi bo'lib kelganimdan mamnunman va siz tomonlama potensial sizga ham qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Agar kommentariyada trading bo'yicha qanaqadir savollar va trading bo'yicha qanaqadir yordam kerak bo'lsa va trading bo'yicha illyuziyasiz yordam kerak bo'lsa, haqiqiy yordam kerak bo'lsa, men har doim siz bilan birga yordam berishga tayyorman. Va podkast uchun rahmat. Bo'ldi, rahmat. Mana shu videoni pastida silkalar qoldiramiz bemalol. Bemalol o'tib, men shaxsan o'zim yozsanglar, Toshkentda bo'lsa ko'rishib yordam berishga biz tayyormiz trading qilishga. Hammasi mutlaq bepul. Rahmat sizga. Charchamang. Keyingi efirda ko'rishguncha.